Assalomu alaykum. Bugun biz Renessans mikromoliya tashkilotidan tashrif buyurdik. O'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Avvalo, men Mamakova Zulayxa. Mirbozorda, Sarbozorda o'zimning zargarlik do'konimda savdo sotiq ishlarim bilan, biznesim bilan yuraman. O'zim yatib tadbirkorman. O'sha menga tovarga borayotgan vaqtlarimga pul kerak bo'lgan vaqtlariga o'sha tashkilot ochilibdi ekan, bizlar uchun anchagina yaxshi bo'ldi. Biz tadbirkor bizneslar uchun tovarga borishda 30 million, birinchi boshlashim 30 milliondan olganman. Keyin o'sha kerak payti qaytarganman pulini vaqtida, kechiktirmaganman. Endi bitta ikkita kunlar kechikkan bo'lishi ham mumkin. Endi baribir savdoda har xil vaziyatlar bo'ladi. Lekin bizlar uchun biz tadbirkorlar uchun juda ham qulay narsa-da bu. Kerak paytiga pulni olamiz, yanaga kerak emas vaqtiga qaytarib beramiz, o'shanday qilib ishlaymiz. Opajon, bizni tashkilotdan juda ko'p kredit olgan ekansiz. Biznesini endi boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga maslahat berasizmi? Maslahatim haqiqatan beraman. Hech bittasiga aytganman, o'zimni mana bu tilla bilan shug'ullanayotgan dugonalarimga aytganman, o'rtoqlarimga aytganman, birga ishlayotgan hamkasblarimga aytganman. O'sha tashkilot yaxshi ekan, lekin aytgan vaqtiga pulimizni bir soatga qolmay chiqarib beradi. Kerak vaqtiga olamiz, kerak vaqtiga qaytaramiz. Bizlar uchun qulay, biz tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar qilingan. Bizni tashkilotda kredit olish uchun garov qo'yiladi. Siz nimani qo'ygansiz? Men bu tashkilotdan birinchi borga tushuntirgan vaqtda menga mashina qo'ysa bo'ladi degan, keyin tilla buyumlar qo'ysa bo'ladi degan. Mashinaga endi vaqtni ketkazmay, o'sha uchun pullarimdan shunday olib borib qo'yasalar, o'sha narsani vaqtida pulini qaytarganimdan keyin pullarimni yana qaytarib olib kelaman. Yana qachonki pul kerak vaqtda pullarimni qo'yaman, olaman, plan-balab o'zlari olib qoladi, lekin o'zimning narsamni o'zimga qaytarib beradi. Siz ham menga o'xshagan tadbirkor bo'lsangiz, mikromoliya tashkiloti Renessansdan pul olishni tavsiya qilaman. Zaloq qo'yasizmi, endi o'zingizni garovga qo'yasizmi, pullingizni qo'yasizmi, mashina qo'yasizmi, aytgan vaqtiga qilib beradi. O'sha uchun men mamnunman. Mabodo sizlar ham olmoqchi bo'lsangiz, o'sha bankni men tavsiya qilaman. Bar klientlarimga ham, tanishlarimga ham, hamkasblarimga ham.